من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كتاب الرهون يعني جمع رهن الرهن يعني الثبوت والدوام يمان عرفت له يعني حبس يمان با أن الراهن يعني الثابت الدائم يمان رهينة محبوسة يمان ذكرته yani bu nima deb iboratsa rani degan yo'qchimi rani deymiz rani degan qarzga qarta hujjatlab qo'yish uchun qarzni tinolmaslik uchun tutib turgan moldan iborat yani mush mol hozir xuddi hujjatning o'rnida shu mol bo'lsa qarzligisi xotirjam bo'ldi qishib ketmaydi yeb ketmaydi masalan biz bir oshxonada tomoq yeydi yo bir narsani qilib pul solmay chiqqan bo'lsa elimizda pul yo'q ekan men ertaga bir narsa qilmaydi shu soatini qo'yib turib keyin ertasi pulni olib berib soatni soat hozir rani qo'yildi والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة hujjatlab qo'ydigan qarzni hujjatlab xutlab qo'ydigan xatidallardan topilmay qolsanglar qulluq topshirib olgan rani bilan xutlab qo'yinglar demoqchi demak mushu asosiy dalillarni والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وفي الأحكام أنا مشو كتاب الرهون دا biz ranining arkanlari shartlari va ahkamlari ustida to'xtalamiz val arkanu hiya an-nazaru fi ar-rahin arkan desak endi bu 4-5 turlik narsani o'z ichiga oldi birinchisi ar-rahin rahin degan rani qo'yg'uchi rani berguchi degan ya'ni qarzga bog'lab qolgan kishi val marhun marhun degan shu rani qo'yilgan narsa soatimizni qo'yib qo'ysak shu marhun bo'ldi val murtahinu murtahin degan ajrani topshirib oldigan qarzligisi va shay'ullazi fihi ar-rahn shu ranini nima uchun qo'ymoqchi desa qarz uchun qo'ymoqchi ranni saqlab turadi uchinchi biradimi yo'q ikkidan bor rahin degan men hozir qarz bo'lib qolgan shu qarzni keyin olib beraysam nimalar qishib ketishim mumkindir shundan soatini telefondan men rani qo'yib qo'yayim masasil tutibsan qochmayman deb soatni qo'yib qo'ydim bundan men qo'ygan soat hozir marhun degan narsa bo'ldi men rahin bo'ldim sizlar meni topshirib olib xotirjam bo'lgan bo'g'achqa murtahin ya'ni rani ollasizlar men rani berdim endi va shay'ullazi fihi ar-rahn degan bu soatni yo telefonni men nima uchun rani qo'ymoqchi desa qarzga bog'lab qolish demak shay'ullazi fihi ar-rahn degan rani qo'yilish sababi bo'lgan narsa desak shu qarz deymiz ad-dayn va sifatu aqd ar-rahn ya'ni rani to'xtamning sifati qanday bo'ldi buni to'xtalamiz ar-rukn al-awwal فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد راهن degan rani qo'yg'uchi bu mol mulkda tasarruf qilishi cheklanmagan odam bo'lishi kerak hajr qilinmagan ya'ni hajr degan pul xajlash huquqini cheklatish masalan bu nurg'un qarz qilib qolgan bir odam bo'lsa yo pulni buzib ketsa sal dot mundaqam bo'lib qolsa uni islom fiqhida endi hajr qilish bor bunday ilm sotolmaysa pul xajlamaysa san birisi pul xajlab turdi yemak ichmakni burdi shundan beqilib bo'lsa yo salom bo'lishi mumkin demak endi hajr qilinmagan odam bo'lishi kerak min ahli sadad min ahli sadad yani muvofiq ish qiladigan to'g'ri ish qiladigan kishi bo'lsa yani sadad degan ar-rashad degan ma'no yani aqli shu joyida yaxshi tasarruf qila oladigan normal odam bo'lsa bu rani qo'ya oladi al-wasi yarhanu liman yali an-nazar alayhi yani wasi bu masalan bir yetimni biz toplab qo'ygan kishi
bir adam o'lib ketish oldida mesela men dunyodan ketib qoldim, ma kichik narsida bolalarim o'sli qarab qo'yishlar deb shu kishiga vasiyat qilgan bo'lsa, bu vasiy bo'ldi. Vasiymi o'zi xabarini olayotgan ash yetimlar uchun rani qo'ya oladi dedi. Yetimlar o'zi rani qo'ymagan ekan, uning qarab qo'ydigan odami rani qo'yib qo'ydi ekan. İza kana zalika sadadan. Rani qo'yishmi ash yetim uchun muvaffaq bo'lsa, yetimning foydasi uchun muvaffaq aqlan bir ish bo'lsa, qo'yib qo'yadi. Yetimning ziniga unda rani qo'ymaydi. Yetim zin uchrab ketgan bir ahvol bo'lsa, rani qo'yish bo'lmaydi. Yetimning foydasi uchun rani qo'ya oladi demak. Wada'at ilayhi ad-daruratu 'inda Malik. Ya'ni az-zurul ehtiyoj bo'lib, rani qo'yish kerak bo'lib qolsa, vasiymi o'zi qarayotgan yetim uchun yetimning iqtisodida rani qo'yib qo'yadi. وقال الشافعي يرهن لمصلحة ظاهرة. Iniq bir manfaat bo'lib qolsa, o chiqsada rani qo'yiblar, bunda bir ish qilsa, yetimga foyda bo'lgan bir ish bo'lib qolsa, uni qiladi deydi. ويرهن المكاتب والمأذون عند مالك. Yana mukatab, yani xo'jayini bilan ma'lum muddat ichida yoki ma'lum qarorlik pul akib berish qarshiliqli azobga erishmoqchi bo'lgan, shunda to'xtam qilgan qul. Mukatabni raniga qo'yish bo'ldi dedi. Mukatabni qul dediq-ku, ma baqi alayhi dirham. Wal ma'zun ma'amdu va yarhanu mukatabu wal ma'zun bo'lsin mumkin. Mukatabni rani qo'ya oladi. Yarhanu desak, mukatabni rani qo'ya oladi. Mukatabni tijorat qilib, pul tepib, ishlab shu pulni xo'jayiniga berib, erkinlikka erishadi. Bumi qo'ya oladi deydi. Endi mukatabning bir tarafidan qul bo'lgan ekan, buni xuddi rani qo'yish salohiyati yo'qdek bunda bo'lib qolishi mumkin. Lekin Imom Malik qo'ya oladi debdi. Wal ma'zun 'inda Malik, al-'abdul ma'zun demakchi. Ya'ni tijorat qilishga ruxsat berilgan. Sizlar tijorat qilib kunda topganlarni gapiranglar, yakunda mana shu bilan gapiranglar, erkak xizmatni qilinglar deb bunda pulga tijorat qilishga ijozat bergan bo'lsa, bu rani qo'ya oladi deydi. Yo'q, boshqa olimlar bular rani qo'ymaydi deyishi mumkin. Mushkilan. Qala Sahnun fa in irtahana fi malin aslafahu lam yajuz. Aslafa degan shu malga oldin pul o'tkazib qo'ygan. Falan chaqda shu malni akabirlar deb pul o'tkazib qo'ygan aslafa deymiz. Zakolat degan. Bu pulni berib o'tgan ish. Zakolatga urbun bo'ldi. Ma'u pulni oldin berib o'tdi. Zavatlamasdan birinchilar mana shu malni topshirishlarda puldan to'ladi. Men aslafa fal yuslif fi kaylin ma'lum wa wazn ma'lum ila ajalin ma'lum degan shu. Pul o'tkazib qo'yadi. Yo'q, bu salam masalasi ma'lum. Salam qiladigan vaqtda bu bunda dedi. Hozir men zavod X'ga falan islom amonchilik mal topshirib bironlarda savdo qilib pulni berib o'tdim. Nima? Berib o'tganga xuddi hozir meni pulim zavodda X'ga o'tib qoldi. Lekin men malni topshirib olmadim. Lekin men xotirjam bo'lmadim hozir. Zavod raisi bu pulni keyin tinilib, ya bermay tashib ketishim kerak. Uning uchun men qanaqa qilaman? Bergan qarzga nisbatan hujjat, ya hujjatga men buni ishonmayman bo'lsa, qishbam kelsa hujjatni bakamni. Qanaqa qilaman? Rana qo'yganman. Men sizga 1 millionni mashinani manchini yasab berishga bergan, lekin 1 millionni o'tab bo'ldi sizga. Turiblam sizlar qishib ketsanglar, bir shadaqsizsa, ya zavod taqilib ketib qolsa, men pulimni olmay qolaman. Degan ekan, unda olsa, bu zavod bo'lib qanday qildi? Bir narsani menga rani qo'ydi. Mesela hujjat, chivar, shunda 1 millionning qimmatroq narsani menga rani qo'yib qo'ysa, men xotirjam turaman. Vaqt kelguncha pulimni ola olaman. Agar pulimni olmasam, pulimni o'zini qaytarib ola olaman undan deb xotirjam bo'laman. Shuni demoqchi. Va bihi qala Shafi'i. Yani İmam Sahnun bilan İmam Shafi'i ikkilan u salam bergan, oldin pul o'tkazib qo'ygan ash pulga 11 qarz degan. Buning qarshiligida asli malamaslikda. Shu pulning qarshiligida, shu pul qarta xotirjam bo'lish uchun
ra'ni as bo'lmaydi debdi. واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنه. İmam Malik bilan Shafiy kelar sarmoyasidan ayrilib qolgan, dasmoyasini yo'qotgan kishi ra'ni qo'ysa bo'lmaydi debdi. Chunki bu ra'ni qo'ysa bu qazni keyin to'lab o'zi ra'ni qo'ygan narsani qaytarib olishi yomon ta'sir. Xuddi buni hamda ra'ni qo'yish huquqi yo'qdek. وقال أبو حنيفة يجوز. إمام أبو حنيفة رهن qo'yish bo'ldi. Nima uchun buni ra'ni qo'yish huquqidan mahrum qilamiz? واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله. Endi mol-mulkiga borgan bir kishining, lekin nurg'un qarzlari bor. 100 millionlik mol-mulki bor pulda. Lekin 100 million berish qarz bor. Ya'ni qazni aran to'layolmaydi qo'ldagi mol bilan. Unda ortiq ochilgan pul yo'q. Bu ra'ni qo'ysa bo'lamdi, bo'lmamdi. Ani hal yalzamu am la yalzamu. Yani ashu ra'nisi kuchga egami, hisobmi demoqchi. Fal mashhur anhu annahu yajuz. Imom Malikdan mashhur bo'lgan qarashda shunday kishining ra'nisi joiz edi. Mayli qo'ldagi pulning hammasi, iqtisodning hammasi qarzga to'lashga ketib qolgan bo'lsa-mu, mayli ra'ni qo'ysa. Ani qabla an yuflis. Joiz bo'ldi debdi, lekin bu haqiqiy vayron bo'lishdan ilgari joiz. Biz hozir haqiqiy vayron bo'lmagan holatga kelganini aytamiz-da. 1 million qarz bo'ldi. 1 million bor. 5 million bo'lsa-mu, uni bas qilishni qolmay yuzini qoldi. Shundadimi ra'ni qo'yish joiz. Ra'ni qo'yish bo'ldi. Yani muamele'ye her türlü oldu. Birisi qarz var, birisinin ilişi var, yani birisi yutan davam eken, yani birisi de muamele kılıp nukisa, bu anlıcı qarz davam eken, ra'ni qo'ydi bir narsa. Vel khilafu aydun ila halil muflisu mahjurun alayhi am la. An bu yerdagi mush masalaga talashtash nagir taqildi desak, shu muflis sarmoyasini yo'qotgan, vayron bo'lgan kishi bunga hajr qilinamdi, qilinmamdi degan masala. Butunlay vayron bo'lgan ekan, sen hech qanday moliy tasarruf qilish yo'q deb hajr qilinib ketgan ahvolda ra'ni qo'ymaydi. Hajr qilinmasa ra'ni qo'ya oladi. Hadisi baba men al-muflis deb so'rsa, al-muflis minna man la dirhama lahu wa la mata'. degan al-muflis min ummati yawm al-qiyamah من يأتي بحسنات وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقتل هذا فيؤخذ من حسناته وهذا من حسناته ده başında آخرتاندın hiç qanday hasenat qilmaydigan. Ve şu hasenatı faqat yo'qolib ketgan adamda. Hasenatı yetishmasa undan gunoh yuklandi boshqa. Tijoratni sentar ketsa uni shariatda yomanda qo'llanadi. Yomanda qo'llanadi, muomalada madan qachadan bu. İflasyon diyecek mi? Ha, iflasyon. Asli iflas, mush iflasyon kelgan. Lekin bunda dumlab bu Uyg'urchada keyin boshqa ko'chmani bo'lib, bunda yomon ma'noga bir taqlar. Turkumi iflasatdi deydi asli. Mush vayron bo'lgandan iflasatdi deydi. Asli Uyg'urcha shu vayron bo'lgan odamni deydi. İflas deb. Vayron bo'lgan odam demakchi. Lekin keyin bunda axloqsiz odamni deydi o'ytirib ketgan. وكل من صح أن يكون راهنا صح أن يكون مرتهنا. Ra'ni qo'yalaydigan odam bo'lsa, ra'ni qo'ysa, ra'ni kuchga ega bo'lgan odam bo'lsa, bu ra'ni ola oladi deydi. Nima yuqorqi masalalarda qanday kishi ra'ni ola oladi deganda to'xtalgan. Ra'ni ola oladigan bo'lsa, ra'ni qo'ya oladi. Ya'ni ra'ni beradigan bo'lsa, ra'ni ola oladi deydi. Yani yuqori to'xtalganda ra'ni qo'ya oladigan kishi. Hozir deydi, ra'ni qo'ya oladigan odam bo'lsa, bu ra'ni ola oladi. Shuning sufti shu demoqchi. O'xshash. Hem diyarimizda ra'nichilik nimalari burun Xitoyda ra'nikashlik qilgan. Ra'nixona, guruhxona deydi. Bu guruhxona ra'nixona burun o'sha Yahudiyning nimasi bu asli. Yahudiyninki kasbi. Madinada Yahudiylar qultuğa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu Yahudiydan arpelab savtini unga qo'yib qo'ygan, ra'ni qo'ygan. Ama Yahudiylar ham bu Yahudiylar asli usul jazolar, shuni fursat parastlik bilan yashashga, bu ishni qildi. Xitoyning shundan shunda. Bu ko'pincha ahvolda burungi jamiyatda ra'ni qo'yib majbur bo'ldi. Ra'ni qo'ygan, bu ra'ni qo'ygan narsa qimmatli narsa. Keyin endi falon chaqsi akapiramsa, ma ra'ni bo'ldi deb lamani yekirdi. Bu albatta ko'pincha ahvolda uni aklanmaydi. Xuddi aklanmagan ekan, shu ribal jahiliyadek narsa bo'ladi bu.
qo'ygan narsalar qimmatli narsa qo'yamiz. Masalan, 1000 ko'y qaysidan bo'lsa, biz 2000 ko'yliq, 5000 ko'yliq narsa qo'ymasak qo'ymaydi. Unga ma'qul deb qo'shilib oladi. Akasi keldi. Ko'pincha ehtimol ekranmaydigan bor. Shuni ekranmaslar falanchaqcha degan ekan, u chaqqa ekranmasa, unga 5000 ko'yliq bo'ladi. Nur va usul bilan yig'ilgan narsa. الركن الثاني وهو الرهن يعني رهن qo'yishning o'zi. وقالت الشافعية يصح بثلاثة شروط. رهن qo'yishning o'zi 3 shart bilan sog'lom bo'ladi debdi. Shafiy mazhabidagilar. الأول أن يكون عينا. Birinchisi rahn qo'ydigan narsa, rana naqd narsa bo'lish kerak deydi. فإنه لا يجوز أن يرهن الدين. Maddi bir narsa bo'lish kerak, tutumliq. Ammo falandagi erishimni rahn qo'ydim sizga deb qarzni rahn qo'yib qo'ysa bo'lmaydi. Qarzni rahn qo'yib bo'lmaydi. الثاني ألا يمتنع إثبات يد الراهن والمرتهن bo'lish kerak emas. Ha? الراهن والمرتهن deydi. Shuni kida o'xshashmi? على المرتهن يد الراهن على المرتهن عليه. مرتهن عليه debdi. Shuni kida qanday? لا يمتنع إثبات يد الراهن على المرتهن عليه كالمصحف. علاوة عليه. Ve isbat yedir rahim degan, mush rahim qo'ygan narsa emas. Mush narsa, mush adamning ilkidagi narsami, mush adamning narsami emasmi deb bu isbotlanish kerak. Ya'ni o'zining narsasini, o'zining ilkiga chigan narsasini qo'ya oladi. Ilkiga chimgan narsani o'zi qo'ya olmaydi demoqchi. Ya'ni boshqa adamning narsasini qo'ya olmaysan sen. O'zingning narsasini qo'ysa demoqchiman. İspat degan ba'zida hujjat bo'lmasmi? Masalan, sumka hozir mening qo'limda. Mening qo'limda ekanligi shu meningligini isboti. Bir uyda masalan 10 yildan turayotgan bo'lsam, hujjat bo'lmasmi, chivara bo'lmasmi? Isbat deydi. Mening qo'limdaligi 10 yildan mening qo'limdagi ini qo'yganki, bu mening mulkim deganni bildiradi. Demak, shu odamning mulki bo'lishi kerak deydi. Murtahin bir vaqtda shu rahimning o'zini rahim bo'lalamdi. Namusdan rahim qo'ydi. Men shu narsaning o'zini yana bir odam rahim qo'ysam, u balki chiqishi mumkin, furat chiqishi mumkin. U manda ranidan foydalanish, ishiltish, usuldan foydalanish degandek narsaga munosabat. Bu odamda ran qo'ygan kishi nimaga ran qo'ygan bo'lsa, shu narsa shuning mulkida narsa bo'lishi kerak deydi. Mulki chimgan narsa bo'lib qolsa bo'lmaydi deymiz. Kal mushaf. Endi Qur'on Karim dedimiz, mushaf. Qur'on Karimni bular ba'zi qarashlarda sassang bo'lmaydi deydi. Deganki bu sassi bo'lmaydi deb bu xuddi bu vaqfilillah odamning qo'ldan qo'lga o'tib yuradigan Allohning mulkidek. U mening mulkim bor, men setib olgandim demaysa degandek. Lozim mening demaysan Qur'onni. 10 yil ota-bobomdan qolsin mening demaysa demakchi. Ya'ni mush qarashning gapi bor. Yani sassi bo'lmaydi degan qarashning. Lekin bu mazhabda boshqa mazhabda sassi bo'ldi. Lekin mashhad hozir Shafiy mazhabining shunda sassi bo'lmaydi deganlarni qo'yib olgan shartda. Murtahin alay degan al-murtahin alay degan ya'ni qilingan narsa, ya'ni rani shuning ustiga tushgan narsa, shu rani qo'yilgan narsa demakchi o'sha. Yani isbat yadir rahin alal marhun desak shudir. Yani ko'pchilik olimlar Qur'on Karimda sassi bo'ldi deb qaraydi. Ve Malikun yujizu rahnal mushafi. Mana Imom Malik Qur'on Karimni ran qo'yish bo'ldi. Chunki uning mulki u. Hozir Imom Malik jumhur bilan billar. Qur'on Karim sassi bo'ldi, mulki bo'la oladi degan ekan. Qur'on Karimni ran qo'yish bo'ldi. Va la yaqra'u fihi al-murtahin. Ran og'chi Qur'on Karimni o'qimaydi. Yani o'qish foydalanishdan iborat. Ya'ni ran qo'yilgan narsadan men foydalana olamdimi? Bu bir masala. Masalan, mashinani ran qo'yib qo'ygan bo'lsa, mashinani men o'ylasam qanday bo'ladi? Yoki tugidim bizni otimizni qo'yib qo'ysam, men o'ylasam qanday bo'ladi? Degandek. Yani Qur'on Karim bo'lsa, buni o'qib foydalanmay jim qo'yib qo'yganmiz. Wal khilafu mabniyun 'ala al-bay'. Mana bu yerda talashtiratish sassi bo'ladi, bunman degan masala ustiga qurilgan. Yani Qur'on Karimni setishni hukmi degan masala ustiga qurilgan. Sassi bo'lmaydi deganlar Qur'ondagi narsani ran qo'ymaydi dedi. Chunki bu mulkiy chimida. Sassi bo'ldi deganlar Qur'on Karimni ran qo'yish bo'ldi, chunki shuning Qur'on Karim mulk bo'lib ketdi. الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل. حلول الأجل مثلا من چنچه چیزlar kadar
falan kunga qadar qarzini kelib bo'lsa deb ra'ni oldi. Ra'ni olgan shu belgilangan vaqtda ash qarzni akab bermay qolsa, men qo'yilgan shu narsa, ra'ni qo'yilgan narsani ochiq bilan sota oladigan bo'lishim kerak. Garchi ochiq bilan satsam, pulga aylansa, men olmagan qarzim uchun o'rin to'ldirgan narsa bo'lishi kerak. Sotilmaydigan narsa bo'lsa, bo'lmaydi dedi. ويجوز عند مالك أن يرتهن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر. Hem meyve mesela bazı bir usul bundan aslında budu salah şart diyen setiş için. Hatta yahmar o yasfar da temçirip yigidek bulap çekilgende ondan satsız, onu ilgili g'o'r altıda satmaysiz deb şart qo'ygan. Nolgan ma İmam Malikning deyadiki demakchi o'g'ini başında satılıb bo'lmaydigan vaqtida shunday narsaning to'ng'ir oldida bo'lgan shu mevalarni ra'ni qo'ysa bo'ldi. Mushu meva daraxtning ustiga mushu mevalar ra'ni qo'ydim desa bo'ladi ekan. Kazzar'i va samari lam yabdu salahuhu. Demak uning texa yigidek vaqti kelmaganda deydi. Wala yuba'u indahu fi ada' ad-dayn illa idha bada salahuhu. Yani garchi satilish kerak degan gap bor. Endi hozir bu chekilib tam chigandan keyin ondan sota oladi, lekin tun oldida sotilmaydi dedi. Ya'ni uni saqlab tur ekan. Chiqanqat. Va in halla ajalud dayn qarz vaqti kelgan bo'lsa-mu, ya'ni qarzni topshirish vaqti kelgan bo'lsa-mu, meva chekilmagan bo'lsa, bu chekilmagan mevani ra'ni qo'ygan bo'lsa, chekilgan qadar sotmay tur ekan. وعن الشافعي قولان في رهن الثمر الذي لم يبدو صلاحه. İmam Şafii texet hamçimigen çekilmegen mevene ra'ni qo'yib qilsa bo'lamdi bo'lmaydi degan masalada ikki xil so'z bor ekan. Ya'ni bo'ladi bo'lmaydi degan ikki so'z bor demakchi. Wa yuba'u 'indahu 'inda hulul ad-dayn 'ala shart al-qat'. Endi bu to'g'ri oldi tursa agar ashuni ra'ni qo'yish joiz degan qarash bo'yicha qarzni qaytarish vaqti kelsa, bu ochiqdan sotilish kerakdi. Saqlab tutolmaymi? Shu chog'dan qachon uzilish shart. To'ng'irni uzilsa, to'ng'irni uzilib bilan ochiq satsa, pul qilishi mumkin. Yoki faqat pul qilinmasligi mumkin. Chunki to'ng'irning ba'zida murabbo soladi. Yog' chiqirdi. Zaytunning usti yog' chiqirdi. Anjirning to'ng'iri bo'lsa murabbo soladi. Ham ba'zi narsaning to'ng'iri bo'lsa hech qanday ish qilmasdi. Nolga qachon uzilsa deganmiz. قال أبو حامد والأصح جوازه. أبو حامد kimda? Yani Şafii mezhebindeki çok imamlardan biri Ebu Hamid el-İsfirayini. Yani Ebu Hamid el-Gazali emas. Ebu Hamid el-İsfirayini. Şu İmam Kuduri'nin zamanlarında Bağdat'ta yaşayan alimlerdir. Yani şu çağdaki Şafii mezheplerinin katısı. İmam Cüveyni ustadı şu mu? Şu buluş gerek. Yani kalamcı. Bu usul, kalam kitaplarının kısmı çıkıyor bunun. Vel asahhu cevazu. Demek hazır İmam Şafii'nin iki xil qarash keldi. Jaiz emas degan qarash keldimi? Abu Hamid hazır bu mezhebdagi İmam Şafii'nin iki qarashining qaysi asah, qaysi muqobil asah ikini ayirib berishadi. Mesela İmam Navaviy shunday qildi-ku, ma asah, ma sahih, ma daif deb shu aqvalni darajaga ayirib beradi. Ma alimlar darajaga ayirib beradi. ويجوز عند مالك رهن ما لم يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها يعني طبع عليها. Yani İmam Malik'in nazarda muayyenleşmediğin nasımı rağmen koysa buldu. Yani muayyenleşmediğin diyen bilmeyince mesela pul muayyenleşmeydi. Eğer mesela telefonla rağmen koysak bu muayyen. Üç telefonla uyanmayan koymuş özüne man keyin qarzni turgan vaqtimda ra'ni qo'ygan narsani qaytarib berish kerak. Kompyuter qo'yishim shunda, boshqa narsa qo'yishim, soatni qo'yib qo'yishim shunda. Lekin pul degan muayyan emas. Masalan, mendan olgan ash qog'oz pulni o'zini berish kerak emas. U qog'ozdan boshqa olib ketgan qog'oz bo'lsa, 100 ko'ylik pul ekan, 100 ko'ylik 50 ko'ylik boshqa pul bo'lsin bo'ldi. O'zini berish kerak. Pul baravar dollar yoki boshqa. Bu tayin emas, degan gap shu. Bu pul degan, ya'ni shu qog'ozning o'zini ayrimli papini sab qo'yib, shuni mana berish kerak emas. Yani manch pul deb o'qigan ekan, shuncha pulni
Başka yerdeki şu nurgun pullardan bahsin bular. Mesela denarlar ve dirhem koygan bo'lsa, dollar mesela, yen koyup koygan bo'lsa, bu gayr mutayyin, hamda ranizga mutayyin bo'lishi kerakdi deb qalsa, qanday qilgan? İza taba'a alayha. Ashunga ya liqi sarabning tamg'isi kichik tamg'ilog'i, ashun besib oldi ekan, ya o'zining muhrini besib qo'ysa, yoki unda bijbulni imzo qilib qo'ysa, u pulni boshqa pulga almashtirib olmaydigan shu muayyanlashib ketadi. Yoki dollarning numerini yozib olamiz. Numerini yozib olgan ekan, shu numerlik pulni qaytarib olishimiz kerak. Boshqasini almashtirib olsa bo'lmaydi. وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي. Rahinin manda şart yok dedi. Yani rahini qo'yuvchininki o'zining mulki bo'lishi kerak emas. Yuqorida da isbatiyat demak shu qo'lda ashada ishlatayotgan. Masalan birisi bir mashinani minib keldi, minib yuriydi. Bu rahini qo'ygan chog'da mana shu hozir men minayotgan mashinani qo'yib rahini berdim desa bo'ldi ekan. Lekin u mashina kimdan asla? Asli egisiniki. Lekin qo'ldagi mashina. Bunda da başdan motor minib rahini qo'yish. Ha, shunda bo'ldi. Ya'ni bu isbatiyat dedi hozir. Ya'ni uning qo'lidagi narsa, shu qo'ldagi narsani qilgan ekan qo'ydi. O egisi kelib, bu mening ketdi, bu rahini qo'yib tursiz qilgan ular. Ashun tashqarislar deb qo'yadi. Endi jiq narsani mesela rahini qo'yishgan ba'zida aldirash bo'lib. Bir jiddiy ahvol. Ya shunda ashxonani seni tomoq yedik va mehmon qildim. Qarsak portmanni o'ydim tutib qolgan ekan. Pullarni gadin chiqolmaymiz. Qanaqadir g'achchi saatni qo'yib bilan yoki qo'limizda masalan kompyuter olando, iPad olando, shuni rahini qo'yib qo'ydik. iPadni balki bundan ag'inamning bo'lishi mumkin. Shu kun men ishlatib turgan. Bu adam bu iPad sening muqam bu olgan ta'lim hujjating bormi, mulkini isbotlayman deb o'ttasi o ishni qamlashmaydi. Darhol uni ma'qulda qoladi. Undan keyin undan pulni tepib kelgan chog'da rahini qaytarib olgan. Yani İmam Malik bilan Shafi'i o'zining mulki bo'lishi kerak emas. Lekin Imom Shafi'i yuqorida isbatiyat. Shu chog'da shu odamning quli bo'lishi kerak. Qarz demaklikning ma'nosini aytganda, albatta qarz bilan bir tursinmaydi. Ya bak qarz degan gap emasmi bu? Sizlar bir narsani rahini qo'ymoqchi. Masalan, telefonni rahini qo'ymoqchi. Shu rahini qo'ygan mush telefon sizning bo'lishi shart emas. Sizning mulk bo'lishi shart emas. Sizlar alg'anlar ishlatib tursa. Nimadan senga boshqalardan qarz degan qarz degan bu odatda bir pul qarzdan emas, moddiy narsa bu. Lekin sizlar unda ishlatib turadigan narsa. Ariya bo'lishi mumkin. Uni qarz demaymiz, ariya. Qarz degan uni o'xshishini qaytaradigan narsa. Ko'pincha ahvolda pul bo'ldi. Moddiy narsa degan omonat, yoki ariya va boshqa narsa bo'ldi. Ayni yuqorida qarzga boshqa pul masalan, pul. Qo'llarga topshirib olmagan pul. Palada manchi pul elishim bor, ashirani bo'lsin. Bu bo'lmaydi. Bunda hamma bo'lmasini qo'yiblar, qajarni qo'yib zotdan qo'yib ketmaydi. Bo'ldi. Ana shu unda qo'yaversa, undan ayrilib qolsa, asliga chiqib, undan qonun bo'lsa, unda qilsa, undan haqqi udul berib turmaydigan, yoki endi tayinli qadamni berib turmaydigan bo'ldi. Qarz so'rab qo'ydi shu turumda. Bal qad yajuz indama yakuna musta'ara mana. O'zing bo'lsa boshqani ariyat olib turgan, turayotgan narsa bo'lsa shuni qo'yish bo'ldi. Yoki bunda degan gap bo'ldi. Ya'ni rahni qo'yish uchun birisini ariyat olib turib qo'yib qo'ysin bo'ldi degan gap tushundim. Masalan, men ashxonda pul to'lamoqchi. Endi pul yo'q. Men qarasam bir tunishman. Yani qo'yarsam bir narsam yo'q. Shunlar qanaqa qilma, tunishni usulni soatini bir tutsara. Ma basharatan qutulaydi deb bunda qo'ysin bo'ldi degan gap. Yoki o'zimda ariyat ishlatib turayotgan narsa olsin bo'ldi. Ya gachibisini ariyat qilib bilan mana rahni olsin desa bo'ldi. Yani ariyat olib turgan narsa olsin va rahni qo'yish bo'ldi. O'zining bo'lishi kerak emas debdi. واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن. Yana olimlar ittifoq qilgan bir o'rin bor ekan. Rahni qo'yilgan narsa, rahni olib turgan kishining qo'lida rahni qo'yguch tarafidan berilgan, shuning tarafidan kelgan bo'lishi kerak edi. Boshqa yo'l bilan uning qo'liga tushib qolib, o'g'irlab, bunda qilgan bo'lishi emas.
Şu rani qo'ygish tarafidan shuning quli orqali kelgan narsa bo'lsa, u topshirib olgan bo'lsa, andan bo'ladi. Boshqa yerdan kelib qolgan bo'lsa bo'lmaydi. Vaqtalafu idza kana qabdul murtahini lahu bighasbin. Endi rahin o'zi rani qo'yib emas, rani oluvchi uni bulab ilib, bo'zgitib tatib qilgan bir narsa bo'lib qolsa, ixtilof bor edi. Başta bunu bozgir tatib o'tgan bir narsani. Summa aqarrahu al-maqsud minhu fi yadihi rahnan. Andan ash mendan tatib olgan ash telefon sizga qaytirgan qazga qarta rani olsun, rani hisoblab qo'ysa. Yo'q, buni qazga ekan dedim. Qaz bo'lmagan ekan bu qo'yib qechib turib olgan ekan. U bir plan buning mashinasini olib ketibdi. Tatib oldilar. Tatib olgan bu bulanmay. Men qazni olib beray. Lekin sizning qo'llaringizga mashina rani olsun. فقال مالك يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن. إمام مالك جائز oldu aslında kısa. Depto. İmam Malik'le mi yani İmam Ebu Hanife, İmam Ahmed mu billah. Yani cumhur caiz müşah oldu. Yani mağsub, الشيء المغصوب diyen aş maşine desek, tatvağı maşine. Min damanul gasp. Asli damanul gasp diyen bu adam bir kimden bir nas tatvağın iken tatvagan muddatda mushnasi bir ish bo'lib qolsa to'laydi. To'lash mas'uliyati bor. To'lash mas'uliyati holatida ranini to'lash mas'uliyati holatiga yo'tkisi bo'ladi buni. Yani tatvagan, bulvagan narsani to'lash mas'uliyati hozir nimaga o'zgardi? Yani qo'yilgan narsani to'lash mas'uliyatiga aylandi debdi. فيجعل المغصوب منه degan aşo rahin hazır. Aşınından tatılındı bu. Aşınından tatılınan kişi yani aşo rahin eşşey'el mağsub tatılıngan narsini aşo maşinni rahnan dedi. Rahna qilib qo'ydi. Kimga fi yadil g'asb tatılgan kişinin qo'lda rahna qiladi dedi. Qabla qabdihi minhu undan topshirib olmay turib mashinasini tatib, yani qaz varken qazni bermaganlik uchun, qishib turib olganlik uchun mashinasini olib ketibdi. Olib ketgan ekan, bu bo'lanmaydi deb uni. Mashinani qo'lga olmay turib, ololmaydi bu. Men qazlarni gapirma, lekin sizni tatib olganim. Shu mashinam sizning qo'llarda shu qaz qartar rani bo'lsin deydi. Va qala Shafi'i la yajuz. Endi jumhur joyida Imom Shafi'i joyida o'sadi. Bel yabqa ala damanul gasb illa an yaqbidu. Qo'lga topshirib olgan qadar shu mavsub narsaning hukmida bo'ldi. Mavsub narsaning shunday yo'q bo'lsa, to'laydi. Bundan da to'lash alayda ahkamlari bor. Endi ra'yning cho'lsa uning ayrim alayda ahkamlari bor. Lekin hozir gasb turdi bu dedi. Lekin az mashinani qo'lga topshirib oliblar. Unga o'zligidan mashina ra'yini qo'ydim desa, o'sha ra'yini hukmiga yetkazib dedi. واختلفوا في رهن المشاع. مشاع diye kelən şirk narsa. Bunu ran qo'yish bo'lamdi. Famanahu Abu Hanifa. İmam Abu Hanifa jaiz emas debdi. Va jazahu Malik va Shafi'i va İmam Ahmed mubarak şunlar. Demak bu jumhur jaiz debdi. Va sababu fil xilaf. Nima uchun mishada rahn mushada ixtilof bo'lib qoldi desa, sababi hal tumkinu hiyazatul musha'i am la tumkin. Yani ikkilerinin o'ttirda shirik bo'lgan narsani bir odam qo'liga ilkiga tushirib, uni yo'lga ish bo'lamdi bo'lsa, yo'q o shirkining rozi qolmasa, shirkining haqqi tutsa, bu qanday birisining ilkiga o'tadi bu deb yaqdaydi Alloh. Navakin joiz emas Abu Hanifa. Jumhur mumkin deb qaraydi ekan, uni joiz deydi. الركن الثالث وهو الشيء المرهون فيه. الشيء المرهون فيه. Nima sababdan biz rani qo'ydik? Nima uchun rani qo'ydik desa, qarz uchun. Biz qarzni to'lamoqchi. Endi qarzni men kerak gapirma, yani bir oydan keyin berma desak, qarz egisi ishonmaydi bizga. Ya bu qechib ketdi. Yani bermay avara qildi. Deb hozir shunda olib tutdim. Qo'yib bermayman. Ya saqsi bormiz, ya pulni birsa degandan bu osh qarzni ekepirman deb qarz uchun rani qo'ymoqchi. Nolgan bu yerda hozir الركن الثالث الشيء المرهون فيه يعني قرض دمك الدين. وأصل مذهب مالك في هذا إمام مالك مشو مسألة
Endi bir qoida fikrda. Nima ekan bu qoida? Annahu yajuzu an yu'khadha ar-rahnu fi jami' al-athman al-waqi'ati fi jami' al-buyu'ati illa as-sarfa wa ra's al-mali fi as-salam al-muta'alliqa bi-dhimma. Bu yaptımda so'z satqda bir narsaning puli, satgan narsaning puli. Yani satgan narsaning puli qazilab qoldi-ku, bir narsa satdik. Satgandan keyin buning pulisini bermadi. Yani nesi satgan. Pulni bermagandan keyin endi shu pulning qarshilik qilamiz. Pulni elish uchun qanday qilamiz? Rayni oldiga qarshi bor edi. Ashundan biz joiz. So'z satib qildik, tomoq yedik ochganda, pulni so'rash pul yo'q, rayni qo'yib qo'ysak. Va shunga o'xshash har qanday so'z satibning pulini berish uchun rayni qo'ysak bo'ldi. İlla sarf. Faqatlam pul almashtirgan bo'lsak, dollarni almashtirildi. Yani dollarni qo'lga topshirib qilib, bunga yenmemek için ama o yen yokken, yen pul yokken, men kim bir ayda turasa, çarani qo'yamiz desek bo'lmaydi. Yerdan yer bo'lish kerak-da. Bu sarf degan naqd topshirilish kerak bo'lgan narsa. Wa ra'sal mali fis salam. Yani shu pul o'tkazib qo'ygan bo'lsa, zavod pul o'tkazib qo'ydi-ku, shu o'tkazib qo'ygan pulga qarta ensirab, xuddi ashuni gardini qazga o'xshaydi. Karxonchida qazga o'xshash bo'lgan ekan, buning nima rana olsak bo'lmaydi ekan. Mutaalliq bildirma degan karxonchining gardini bosh pul, o'tkazib qo'ygan pul. Nima uchun mushkil qismni istisno qilyaptilar desa, va dalika li anna as-sarfa min shartihi at-taqabul. Chunki sarf degan qo'lma-qo'l, naq topshirilish shart qilingan bir savdo. الذهب بالذهب والفضة بالفضة ذاك لب يدا بيد مثلا بمثل والضرب هذا فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. با o بيوعن مستوتبت ابن عباس النمو فلا يجوز فيه عقدة الرهن. لكن صرف meselesinde pul almashtirgan chaqda dollarga kelsak, dollarni pulab uni tekshirib turgan yenni men kim biray deb turasa, uni ham sirani qo'yib qo'ysalarda bir narsa bo'lmaydi. Bo'ldi, biz o'zimizning bergan dollarni qaytarib olamiz uchun. Bu, ya'ni buni sarfni bekor qilib o'tishimiz kerak. Fala yajuz fihi uqdatur rahn. Undan keyin bu sarf masalasida rani to'xtami joiz bo'lmaydi. Ya'ni aqdur rahn demakchi. Va kadalika ra'smal salam. Zavodga ya bir do'konchiga oldin pul o'tkazib qo'ygan bo'lsa, uni ham joiz emas. Va in kana indahu duna sarfi fi hada al-ma'na. Yani Imom Malikning nazarida ra'smal salam sarf darajasidan to'rrak tursinmi, lekin mushunga yana joiz emas. Anındagi ig'rosin, naq bu qilishing kerak bo'ldi, unda bir ijmo'ni bo'lmasin mumkin, lekin bu mashunda bir chataq narsa bo'lg'achqa cheklabdi. وقال قوم من أهل الظاهر لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة يعني في المسلم فيه المسلم فيه الظاهريlerden bir grup hem emas zahiriylerden bir grup bazı alimlar salam şunlam yani asan buldu başka işqa buyuat adet so'zda mushunda ashqani sirib endi pul yo'q nas qo'yib ashundan ham buni joiz emas deb turadi. Yani fil muslim fi al-muslim fihi ya hazır shu zavodga biz manchak narsa olaman falan sizlar topshirib berasiz deb pul o'tkazib qo'ydik-ku. Mesela mashinadan 5 olaman, birinchi sizlarga topshirib olaman degan bo'lsa 5 mashina muslim fi bo'ldi. Ash muslim fi'da shuni bilan biz ranasa qilgan. Ya'ni Imom Malik joiz emas degan doira bor. Dal shuningda joiz, boshqa joiz emas. Matam shu Imom Malikning aksiki. Imom Malik shu salom qilgan ashimada 5 mashina topshirib beradi, barmamda ensirabsan. Ani o'tkazib qo'ygan pul yeb ketmaslikka, bermay turadish, ya mashina bermay turadi, ya pulni bermay turadi. İşte shu o'tib qolgan shu iqtisodning qarshiligida sen nima qilsan bo'lmaydi, ranasa bo'lmaydi. Ba'vo rani faqat mushkildan bo'lib boshqasi bo'lmaydi. Bu selam so'rashga ranimiz, selam so'rashda ranimiz qilsa men bunday bab buyurib turibmiz.
Aldım pul verip mal gençliğine selam koyuyor. Ha? Ama şu aldım demek olan pulunu ona da başka nesline rağmen koyuyor. Başka rağmen koyuyor. Ya şu pulunu tapşırıp algan adam keyin joyida topshirmay deyish uchun ra'ni qo'ydi. Demek ben şirketke man chiqib turgan malni o'rniga pul berib. Hozir nima hozir sizlar to'g'ridan qilinglar. Salom degan oldin pul o'tkazib qo'yish. Oldin shu pul o'tkazib qo'yinglar. Salom bo'ldimi? Endi salom bo'lgan ekan sizning pullari zavoddan yuzga o'tib bo'ldi. Sizning buning qarshiligida sizlar bir narsa topshirib olmanglar. Topshirib olamlar, ammamlar bu taqna ma'lum. Siz xotirjam bo'lamanglar. Bo'laman ekan men pulni o'tkazib qo'ydim. Lekin endi zavoddan taqilib ketib qolgan. Ya bir chetaqsa, ya bir ish bo'lsa, ya hech qachon men kim tutma, qanday qilma, xotirjam bo'lamdi degan ahvolda zavod andin undasi ma'nosida. To'son deb sizlar topshirib olmagan mashina yoki berib qo'ygan, o'tkazib qo'ygan pul qarta rana turay desizlar, nomali ijozat emas. Mazahirlar dal o'sha rana qo'ygan undan boshqa ijozat emas. Lekin bu saman uchun elimda davlatda beshida. Hozir rana o'zi yo'q, hozir rana fi jamiyat asmaning bari. Saman uchun demak, shu sizlar pul malga hozir pul o'tkazib qo'yilgan. Ha? Siz o'tkazib qo'ygan pul saman shu. Samani sayyorat. Shu samanni samanni bilagandan keyin samanni olib ilimdan narsalarni bilmanda. Ya hozir samanni siz bir pullar. Ha? Samanni bir pullar. Lekin ay samanni yeb ketmaslik uchun yoki ashuni qarshilikli tovarni bermay qolmaslik uchun ranlanmoqchi. Lekin u pulni o'tkazmagan bo'lsa qanday salom voqeasi bo'ldi unda? Salom degan narsa bo'lmadi. Hozir jumhurlarning salamda ra'no bo'lmaydi degani, hamda salamning sifati malda pulni olib berish, malni kitob berish. Ki maldan jo'g'anib salam bo'lmay qoldi. Mana rasul mal fi salam al mutaalliq bil dhimma. Qanday u pul o'tkazmaganda mutaalliq bil dhimma degan gap yo'q, to'xtam bo'lmadi degan gap. Agar to'xtam bo'lsa, bu pul kimning zimmasiga o'tadi, zavodning egasiga zimmasiga bo'ladi. Samanni o'rnida olganimiz ra'no deganmi? Shunda hozir shu pulni to'lamasa, salam o'zi chiqdimi, chiqmadimi? Chiqmaydi. Salam degan narsa yo'q. Salam bilan men shirkatga mal buyurib, ashunga oldim bergan pul samanmi? Shu pul berma. Ha, shu pul berlar. Bergandan salam bo'ldi. Shu pul samanmi bo'ldimi? Saman oldi. Endi sizlar shu samanni berib qo'ydimi? Bergandan keyin bu odam shu sizlar buyurgan malni topshiramdi, topshirmamdi. Sizlar xotirjam bo'lamaylar. Sizlar o'tkazib qo'ygan pul bor, saman bor. Shuni qarshiligida zavoddan yesa, men sendan bunda pul olgan. Lekin sen xotirjam bo'lamidingmi? Ma'nosini senda qo'yib turay. Deb ra'ni qo'ymoqchi. Ya'ni pul o'tkazib qo'ygan odam ra'ni olmoqchi shunqa. O'tib qolgan pul bor unda. Ishonmasam men nima qilsam yo'q, yasinlarning nima cho'g'ini hozir zavod pul o'tkazmoqchi. Pulni hozir o'tkazmabdi bu. Yo'q, men sana bir muddatdan keyin pul akab berman. O'tkazdi hisob bo'lsin, lekin ash pulni akab berishim uchun ma'nosi ra'no o'zini bu unda salam degan naq o'tkazish lozim, bu shartli. Salamni qilib bo'lgandan keyin unda desam yo'q. Nima zahiriylar hozir ay salam masalasi bilan muslim fi degani shu. Ya'ni shu mashinaga biz pul o'tkazib qo'ydik-ku, muslim fi degan mashinasi. Shu mashina uchun ham ra'nosi bo'ldi. Demak bu hozir xuddi pul o'tkazib qo'ygandan keyin 5 mashina qarz oldi-ku zavod. Falan sizlar berma deydigan 5 mashina. Shu 5 mashina qarta zavod ra'ni qo'ysalar bo'ladi. Boshqa ahvolda ra'ni qo'yish bo'lmaydi deb turibdi. Murtahin foydali Alloh ma'qul. Murtahin 5 mashina butunlay so'qilib ketib, qulog'im tegmaylar, men quruq qilishimdan xotirjam bo'laman. Ya salamni qo'ydim, rahmat desak masalan, bu abimizga berib tushlar turib qilishni, harisini bo'lib qilgan narsa. Murtahin shu xotirjam bo'ldi. Murtahin degan qarzning egisi. Ajranni yenimda saqlab turgan odamman. Mening masalan senda 10 ming ko'y edishim bor. Endi 10 ming ko'yni akapani kechib ketdi bu deb ansirgandan keyin nima uyning chirini qo'yib qo'ysalar. Uyning chirini qo'yib qo'ygandan keyin men hali kimligini qo'yib qo'yishman masalan ba'zi.
Tabii bu kışık etmeden eğer kasım ben tutalayım bunu. Allah'layım da hatırlayacağım durağını. Anın atölge diye bu neş günlükken eğer pasa rağmen kaytırıp durma hatırlayacağım. Erişmeyle olmayan çağda şu falanını koyup da kasıpçılar yürüyorlar. Lekin rağmen koysa o koyup kasıma koymuş izlep geliyordu bunu mağazadan izlep yürüyorlar şu. Mağazamızı koyup kaldı. Öylekiler tutar dışkıya temin birisini söyledi. Öyle telefon olsa. Temin mi? İşte şu rağmen günah saçımı. Öyle salametten bunu kaldırtırma bulunsa. Ağzı mesela bazı selam mesela şirket öğrenci rağmen şu Kadir bizde talaplıysa siz şirketler mi bulun? Şirket olsun, bir dükkancı olsun mesela. Kulağımdan ağa bastı ben içlerinde. Ya bunun mal satıksı var mı şunun mu? Şirketin mal satışı lazım. Bunun mu satıksı var? Bunun malı ağısı var. Lekin hatırcam bulan var lazım. Bu şey rahatlıken zaten ne için koyalım nasıl? Vetika bu değil. Yani ücretle koyaş, tutukla koyaş, onu başına yıvanmasının yiyişinin aldığını eliş. Yiyişmezse kestir. وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات. Nima uchun shunday desa, salamdalam jazgan bu zariyning bir qismi bu so'zsiqda kelgan o'sha oyatid dayn, o'sha rahn oyati. Va in kuntum ala safarin va lam tajidu katiban farihanun maqbuda. Demak shu so'zsiq bo'lgan safarda. Ondan o endi birdan pul olmagan ekan, men palani qaytqanchalik bermaydiganga ishonmay qoldi. Yo'q, hujjatda qo'ygan odamni yozgan odam yo'q. Şuna qanday qilib olsa, o'zi soatini berib turgan. Men tutsin soat degan. Demak, shunda bir safardagi salom holatiga, bu mabiat debdi, o'shada salom so'dis qilgan safarda demoqchi ekan. Buni tushunishida. Safarda salom so'dis qilgan, ani yozgan odam yo'q. Hujjatda qo'yish uchun, tutulash uchun ran qo'ygan ahvol bor edi. Biz jumhurning nazarida bu umum so'dida kelgan. Salomda xosatan kelmagan. فكأنهم جعلوا هذا شرطا من شروط صحة الرهن. خد مثلا zahirlarlıqqa safar ustidilam joiz, boshqa joiz emas degandek, bu salom bilan joiz, boshqa ahvol joiz emas. Ya'ni salom bo'lsa, unda farihan maqbudam ruxsat qilingan, boshqada ruxsat yo'q demoqchi. لأنه قال في أول آيات يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه mana. Ma'lum muddatga qarzga bo'lgansanlar, qarzlashsanlar degan. Ya'ni bu nima iborat? Salamga pul o'tkazib qo'ysanlar. Salam to'xtamini qilib, malga oldin pul o'tkazib qo'yib, shu pulga qarz bo'lsanlar degan. Faktubu yezinglar demoqchi. Summa qala va in kuntum ala safarin va lam tajidu katiban. Ikkinchi oyat. Safar ustida bo'lsanlar, yozgan kishi bo'lmasa, ondan qo'liga topshirib olgan rani bo'lsin, shu hujjat bo'lsin demoqchi. Ya'ni shunda hujjat qilinglar demoqchi. Va ishkayani bog'lasa, ani salam deb tushunsa, mana salam, safar, rana uchun shunda bog'lagan degan salam bilan rani joiz, boshqa joiz emas, safar bilan joiz, boshqa xabarda joiz emas degan gap chiqdi. Demak, rahna hozir deyinning oqididan keldi. Bu deyinimizda salamning deyinida nima? Aciz. Avhan min baytil ankabut. Normalde salamda joiz emas deganga salam joiz emas deganga nima lekin bu joiz emas degani balki shu jazoni bo'lib qoldi degan gap kirdi. فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلام. İmam Malik'in nazarında salamda ve fil qardi qarzda ve fil gasbi tatvagan ahvalda ve fi qiyamul mutlafat buzayotgan narsaning qimmatini majbur to'lash kerak bo'lib qolgan chaqda ve fi urushil jinoyati fil amwal yana jinoyat sodir qilgan ahvolda jinoyatga qarta to'lam ishlarda rahnas buldu dedi. Yani salam dedi. Ayada joiz emas endi. Shu ishqilga qo'ygandak bo'ldi. Buni belki malni bo'rtib, ularni pulni boshini asmasdan.
niyat chiqinsizlar malni orada o'rganmasini deyapti. Kişisi anda işkili olsa bunda mazmununda pişensek buldu. Ra'sul mal fis salam al mutallaq bil zimma degan o'tkazib bo'lgan pulni ko'rsatishi. Niyadan da salamda joiz bo'ldi debdi. Mush gapi yuqori gapga qarama-qarshi chiqib qoldi. İmam Malik'in müşahede ma gapi yuqoriga qarshi chiqib qoldi deydi. Rahni as bo'ldi dedi. Ayada bo'lmaydi degan. Va fil qard, mana qarz berib turgan narsada. Va fil g'asb, tortib olgan narsadami? Bir narsani tortib olibdi ekan. Yoki bo'zak qilib ilib olibdi ekan, bo'lib olibdi ekan. Ondan birinla ma'nosini deb kelsa, suylab kelsa, men bir haftadan keyin biray deb turibdi. Ondan bir haftadan keyin yana bamay qilib qo'ysizlar. Qanday xotirjam bo'lmaydi ekan, undan ma'nosini tutib tursam, bir haftadan keyin emas, ekapirma deb undan qo'ysa bo'ldi. Va fi qiyamul mutlaqat, birisini derizini chiqib o'tib ketgan, yo mashinasini so'qib o'tib ketgan masalan, bakadimi. Ondan ma'no to'lamlar desa, hali yenimda yo'q derganki, sizning mashinani tutib tursan, shuni qilaman. Va fi urushil jinoyat fil amwal. Fil amwal deb mal-mulkni jinoyat desa, balki o'g'ilga va kaza binasi bo'lishi mumkin. Yoki bu jinoyatga odatda jismga, badanga qilgan jinoyat bo'lib qolsa, shuni kelgan to'lam bo'lib qolsa. Ma bir qo'lni kesibdi, 50 tuga keldi, 50 tugini to'lansa, hozir endi yo'qda. Ma'nosi tutsin, 50 tugini olib beraydi bunda. Va fi jarah al-amd alladhi la qawada fihi. Yana qisas kelmaydigan qasddan yaratilgan ahvollar. Ba'zi qasddan qilingan shunda zaxmlantirishda qisas kelmaydi. Amaliyot Qur'on karimda val juruha qisas, nima? Al-juruh muqsas. Yani şu qanday qilgan bo'lsa, aynan shunda zaxmlantirish kerak. Yani ba'zi zaxmlantirish aynan zaxmlantirib bo'lmaydi. Masalan, pichoqni tiqibdi qo'saqqa. Yani shu o'xshash tiqayli bizda tiqsaq, undan bakrak ishkirga chirkishi mumkin. Yoki unda yoki bo'lmayroq yengilroq zaxmlantirishi mumkin. Atrofdagi nimani ya jigani biznes qilish mumkin. Uni dal o'xshash sanjilab sanjilolmaydi. Urushgan chaqda ma'lum shaklda bir sanjigan. Aynan sanjilolmagan ekan, qisas chiqib ketdi. Qisas chiqib ketgan ekan, nima qildi? To'lam muayyallashgan. Shu masalan, ma berish qadar ya jaynak tillam kesilgan holda qisas qildi. Aynan. Lekin ma bilakdan bundan o'tirgan o'tirish ba'zi olimlar qisas kelmaydi. Nima uchun? Yani adamın qo'lining uzun qismiga o'xshamaydi. Dal buni qanday yerdan kesganda shu yerdan keskil bo'lamdi bo'lmaydi. Lekin miyaga nima oldi? To'lamni oldi, miyaga hukumat adl qilmaydi. Va balaydi insonlarga qisas chiqdi dedi g'alaba. Ism jurasi bor? Ha, masalan, menda bo'g'imdan kesilgan ahvolda endi to'lamba qisasini qildi. Biz shundan kesgan bo'lsa, jaynakdan kesilmas. Lekin jaynak emas va bilakdan kesilgan kesilgan bo'lsa, uzatgan bo'lsa, ba'zi olimlar ba'zi qisosalimiz deydi unda. Aynan shunda bishirdilar usulimiz buni da. Lekin ba'zi olimlar dal shu joydan undan bo'lmaydi. Ya beşten dayan, eşkisen dayan diyeceğini kesip alamaz. Kısas yanı bitti el-mumakalette. Mumakal olmanıken tülemge mayellişidir. Demek aşu okşişini kıyıl olduğun nersinde şunda kısas. Okşişini kıyıl olmasa bazı alimler bazısında yağıp durur. Mesela manasında şimdi da kel me'mumeti vel caife. Me'muma vel caife diyen ma şu şicaizinki bir türleri. 10 türlük şicaiz var. 5'ini yeri bitiş. Bu başlandı. Yüzünü tartıp, kalla, etrafını yeriş meselesi zakmanlandırırsınız. 10 yıl ölçem bilen ne oldu? Ad-dami'a, el-haşime, ad-damiye, amme. Bu şunda isimler var mı? Ötkenin bir kısmının ismi çıktı o. Kel me'muma. Me'muma diyen xuddi ummud dimağı itibariyle. Yani manasının katıqı kadar şunu içip koygan yarandı. Vel caife kalısının iş ko'rinib qolgan, jawf ko'rinib qolgan. Yani mushunda nimada 5ni eritgan bo'lsa, bunda qisas olmaydi. Yani bu aşında manasının qattiq chiqidek yeritgan. Biz dal o'xshash shaklda o'xshash turvanasini urib, aşında shaklda shu darajada yog'il bilan bo'lmaydi. Birini sa'sak
yo besh ish bash olib ketdi yoki u mendan qatib ko'rolmaydigan darajada yengilroq yerib qolishi mumkin. Ularga manda qisas mumkin emas. Bunga mesela 10 tuga 15 tuga degandek to'lam kildi. Mesela o'tgan munaqqila dedik qo'ymasan. Ha. Ashunda to'lam kildi deb qaraydi. Demak, ashunda 10 tuga 15 tuga to'lam kelgan bo'lsa 5-ni rivoyat qilingan. Bu tugini nima kina kelib bersa, kechib ketsin. Ansirab, mashina, ya'ni qapqasini rana deb oladi. وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها عند قصدن adam o'tirish va qisas ilinadigan ashunda zaxmlantirishlar. Biz yuqoridagilar qisas ilinmaydigan zaxmlantirishda. Mana bu qisas ilinadigan zaxmlantirish bunda ahvollarda qanday qiladigan gap rahn qilish bor bo'lsa, fayatakharraju fi jawaz aqd ar-rahn fi ad-dimmati fiha idha afa al-wali qawlan. Qisas ilinadigan bunda adam o'tirish va zaxmlantirish kelsak, buningdan ham qisas ilishni vali kechiryapti. Qur'on karimda deydigan: "Va man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Lakin wali as-sultan va ya qisas olaman ya tulam talab qilma degan tanlashimiz bor. Endi bu vali bo'lma qisas ammo bo'g'liq bo'libdan tulam basini shuni foydalanadi. Tulamga rozi bo'lgan bo'lsa, mush tulamnamda. Tulamdan mesela kilerciler tuluk ekip birme dese işinenmey rağını koyup koymuşsan Hatırcam bulamayma diye ahvalda İmam Malik'tin kıl qarash kelmapti. Lekin İmam Malik'nin shuningga o'xshagan voqealiklarda ba'zi bir degan javoblardan Maliki mazhabchilar bunda suzib olib İmam Malik'ning qarshida bundaroq gap chiqdi deb tahrij qilyapti. Tahrij deganimda mesela bir imom bir masalada bir usulni bekitdi. Shu usul bo'yicha mang'dadi. Mang'andikin shuni yaqin qilgan bir masalada hech qanday gap qilmagan bo'lsa, usulni bekitmagan bo'lsa, Imom Malik ma ishta bundaroq javob bergan. Bunda ma'qul. Shuningga qaraganda ma masaladami shunda javob berish kerak. Ba'zi bu bunda bo'lish kerak deb Maliki mazhabdagi shu mazhabdagi ulamolar shunda xulosa chiqsa, buni tahrij deymiz. Yani bu imomning o'zining so'zi emas. Imom unda demagan. Lekin shu mazhabdagi ulamolar shu imom agar gap qilgan bo'lsa, bundaroq gap qilibdi deb shu qarashini faraz qilishi tahrij bu. De xil qarashni ayında tahrij qilish mumkin edi. Ahaduhuma anna zalika yajuz. Birinchisi jaiz degan. Ya'ni qatl amd va jirah qisas qilingan narsada apu qilayotgan ahvolda tulam kel. Tulamni akafirish uchun ran qo'y desa jaiz debdi. وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين الدية والقول. Bu nimaga asosan desa, vali ikkinin birini tanlash ixtiyorligi bor deganga asosan. Ikkinin birini tanlaydi degan ixtiyorligi bor. Yani ba'zi qarash bor, al-vali mukhayyarun bayna al-qisas va ad-diya wal-'af. Yani hech nima olmay, qisas olmay, tulam olmay, apoqlos uning bor deganda qarashim bor. Demak, hozir mana mush qarashga asosan undan deyilgan gap ma'lum. Yoki qavat shuni talab qiladi, diyatga unda yutkish ixtiyorligi yo'q degan bo'lishi mumkin. Chunki kitobulloh al-qisas. Wal qawl ath-thani anna zalika la yajuz. Ikkinchi faraz İmam Malik bu caiz emasligini mumkin. Va zalika aydan mabniun ala an laysa lil-wali illa al-qad faqat. Mana bu nimaga asosan qurilgan? Vali degan qisas ishning tanlaydi, u boshqa tanlash yo'q uning qo'lida. İza abal jani min i'tadiha. Demak, bu hozir tulam tulga ahvolda tulam tanlasi bo'ldi. Lekin men tulam olaman desa, qatil qilib, menda pul yo'q. O'tasan o'zing bor bo'lmasa, menda pul yo'qsan birdiga. Pul bermayman deb turgan ahvolda bu yo'q zodi pul to'latding deb u pulni zo'rlab majbur qilish haqqi yo'q degan. Qatil freydisa. Bu hamda shu valining qo'lida qanday ixtiyorliklar bor? Qisaslar ixtiyorlikmi? Ya qisas va diyami? Ya qisas diya anda af bilamal. Mushunda xil ixtiyorlik bormi degan masalaga berib taqildi deydi. Ma qarash hozir mushunda bir ixtiyorlik bor, qisas istim boshqa narsani tanlash, uni zo'lash haqqi yo'q degan masala shu degan qarashga tayangan deydi.
ويجوز في قتل الخطأ أخذ الرهن ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول. عند قتل الخطأ deganda nima moyilishda? Diya moyilishdir. Sasgen gap yo'q unda. Ondan bu diya, yani qatl xatoda diya kim to'laydi diyani? Al-aqila to'laydi. Al-aqila to'laydi. Aqila deganimiz mush jinoyatchininki atrofidagi urug' tuqqanlar va qabilasi. Arablarda qabila ashirat tuzumida, qabila, jamoat, aymoq, ashular havda bilan to'laydi. Endi ajamda cho'z, ajamda aqila yo'q. Aqila tuzumi yo'q. Aqilga asli yani tugini bizaga bog'lab qo'ygan kishi degan bo'ldi. To'laydiganlar jengkashlik ushlarini o'ylasa akilib tugini bog'lab turibdi. Shuni aqila deb atalgan. Aqila bu diyatul xato alal aqila bo'lgandan keyin bu aqila hozir shu tugini to'lish kerak. Ammo bu tugini bir yildan keyin to'lash debdi. Ba'zi nimalar 3 yil shu to'laydigan. Mesela şibil amdını belki 3 yıl içinde deyiş mümkün. Ya bazı yengilletişiyatı 3 yıl ancak keçik durup nımkılaştı var. Ama bir yıldan keyin to'laydi degan bo'lsa, diyatul xatoni bunun qartandı bir yildan keyin biramni va mumdu ekrandan mumdu xotirjam bo'lma ra'ni qo'yib qo'yamiz desi bo'ldi deydi. Ve yejuzu fil ariyati allati tudman ve la yejuzu fima la yudman. Ariyatni belki İmam Malik bir ayırgan bo'lishi mumkin. Çünkü alimlar ariyatni tulamni tulmam degan masalada ishqil qarashda. Mesela İmam Abu Hanife tulmaydi deyishi mumkin. Shafiy to'laydi deyishi mumkin. Yani İmam Malik belki manda ariyat o'stilaydi, manda ariyat o'stilaydi, o'ttirdan chiqqan bo'lishi mumkin. Tamam ya da to'laydigan ariya, to'lamaydigan ariya debdi. To'laydigan ariyatda bo'ldi ekan. Chunki to'laydigan ariyatda islom va motorni ishlatib turaydi deb so'rabdi. Ariyat aslari ekan. Bunda arada buzib qo'yib akaslar, o'zi chataqsiz bermayman. Voy, zo'r lazimati to'yapti biz o'ylagan bahslarga. Unda bo'lsa, ra'ni qo'yib qo'yishlar degan bo'lsa, bo'ldi debmiz. Shunda to'laydigan ariyat deb qarasa, to'laydigan ariyat deb qarasa, Maliki mazhab ikki ayirgan ekan, to'laydigan ariyatda ra'ni joiz debdi. Wa yujuz akhduhu fil ijarat. Ya'ni ijara bergan bo'lsa, xuddi ijara pulni olish uchun birga ijara pulni olish uchun ra'nasi bo'ldi. Masalan, ijara degan masalan bilet mashina chiqdi, bu mashinani ijaraga ma'murchimni kira, shunami? Aniken hozir endi pulni bag'anchada beray. Bag'anchada mashina uchun bir qishib ketsan qanday qilmaydi soatini degandek. Va yajuzu fil ju'li ba'da al-amal. Mesela cealini biz okuduğuk. Mesela minnamış işitip ketken balamına kim teppese bunu 100 bin koy mükafat urma diyendek. Ya işitip ketken muşina asamını teppese manş bunu. Yani bu izdide böyle mükafat alaydı. İzdep o balını tep ekeldi bana. Ekelken tep ekelen çağda 100 bin koy pol yedim yoktu. Ben eti bereyse. Eti sizin kışıp ketsanın kadar bir işek cebat attı. Yani onda olsa Maran qo'yib turay desi bo'ldi. Wala yujuz qablahu. Lekin ishlashdan ilgari u balni tep akilishdan burun ra'nas bo'lmaydi. Yani 100 bin koy mukofot urma, kim balam tappasi deb jakalagan bo'lsa, biraydan men balni izlaydi ekan, 100 bin koyni birman deydigan bir ra'ni qo'yib qo'ysa, unda izlaydi desi bo'lmaydi. Tep akib bo'lgandan keyin 100 bin koyni akilansa va hozir yo'qda, at biray ya birinchilar biray deb qolsa, ra'ni bilan desi bo'ldi. Ve yejuzu rahnu fil mahr. To'yliqda joiz. Masalan, manch pul to'yliq bermadi, xotin oldi shunami? Lekin bu to'yliqni bermay qilish mumkin. Ensirab qolsa, u to'yliqni birdiganlik qarta bir ra'ni qo'yib qo'yish. Ve la yejuzu fil hudud. Masalan, shariat belgilagan jazolar bor. O'g'rining qo'lini kesish, chami kesar qilish, yuzlarini urish, masalan, haddul haraba. Innama jazaa'ul ladina yuharibunalloha va rasulahu. Aslında hududdan birisi kelib qoldi biz. Shunda jazolanish kerak. Jazolanish kerak bo'lib qolsa, men ma'nosini ko'rib qo'yib, men qochib ketmayman. Jazodan kunda kelay. Masalan, sahabning bisasini qildi-ku. Biraydan kepilolab Abu Zarman. Shuning uchun unda hududdan unda ra'ni qo'ysa bo'lmaydi. U unda ra'ni emas, men damin dedi, kepil dedi. Ra'ni qo'ysa bo'lmaydi dedi. Yani şu cezalanmoqchi bo'lgan kishi mening mushu
uyamning chiviri uyamni ran tutulsin men bir hafta berib balam bilan ko'rishib yana o'zim topshirmasi bo'lmaydi. Wala fil qisos kelgan ahvoldimi uni qisosan o'tmoqchi. Shunda narsani qo'yib men keyin kirib o'zim topshiray desa bo'lmaydi. Wala fil kitabati bu kitabiga mukataba qul mukatab pul akapasa xo'jayini topshirsa ajrat bo'libdi. Uni mukatab pulni akapamay birinchilar pul degan pullarni akapirma hocam lekin ma'nosi buni ran tutsa desa bo'lmaydi. Va bil jumlati fima la tasihhu fihi al-kafala. Yani umuman kafalat joiz bo'lmaydigan narsada anda ran joiz bo'ldi dedi. Nima uchun? Çünkü kafalet caiz bo'lsa, ran qo'yish ehtiyoj yo'q. Mesela biraydan zamin bo'lar, men ega bu qish ketmaydi. Bu qish ketsa men biraman desa, ran qo'yishni nima aytdi? Kafalet caiz bo'lmaydigan narsa bo'lsa, unda bu yolg'iz qoladi dash. Qazigisi bilan shu. Biz hech kim menga ega degan ekan, ondan bu sharsiz shu narsani ran qo'yib qo'ydi. وقالت الشافعية المرهون فيه له شرائط ثلاث. المرهون فيه يعني الدين yani qarzninki 3 sharti bor edi. Ahaduha an yakuna daynan. Demak, shu qarz bo'lish kerak. Ya'ni qarzda ran qo'yish bo'ldi. Ammo qarz shu zarda qarz bo'lsa, ran degan narsa qo'yildi. Ya'ni qarzni isbotlab bo'lgandan keyin qarz bormi yo'qmi? Bor. Ondan ran qo'yish keldi. Lekin qarz degan narsa isbotlanmasa, ran qo'yish yo'q degan. Fa innahu la yarhanu fi 'aynin. Qarz olmay, mesela bir narsani olibdi bu. Men ma'nosini, sumkini ele akib biray deb topmasa, ya bu sumkini akib birdiganligingga sen ran qo'yib qo'y desa, boshqa soatini qo'yib qo'yish bo'lmaydi demak. Chuqur qarz bo'lishi kerak. Ran degan qarzni qo'lga topshirib olish xotirjam bo'lish uchun qilingan hujjat. Va thani yakuna vajiban. İkinci şartı, qarzning ikinci şartı, yani çoğum qarz degan narsa bo'lsa, unda ran bo'ldi dostama. İkinci şartı vajiban bo'lgandan keyin, yani ba'dal vujub. Yani qarz geldiğinde isbotlangandan keyin. Isbotlanishdan ilgari emas. Çoğum qarz bo'ldi degandan keyin ondan ran degan narsa. Fa innahu la yarhanu qabla al-wujub mana. Mislan yastarhinahu bima yastaqriduhu. Masalan, qabla al-wujub deganning misoli ekanmiz. Qarz berishdan burun men qarz berib qolsam, ma'nosini men senga ran qo'yman deganlar. Ya'ni bundan keyin de qarz berdigan narsaga anda ran qo'yishning gapini qilish deydi. Mesela qarz bermay, mashinani tutib desa, men qarz berib qolsam, men mashinamni senga ran qo'yman desa bo'lmaydi. Bu ran bo'lmaydi. Qarz berib bo'lgandan keyin anda ran qo'yish senga cho'chasi chiqdi dedi. Veycü zâlike ende Malik. İmam Malik'nin nazarında bulduğu deb qaraydi ekan. İmam Şafii lekin 3 shartni qo'ygan ekan, bo'lmaydi ekan. Ve thâlisu alla yakuna luzumuhu mutawaqqa'an an yajib. Üçüncüsü mutawaqqa'an an yajib degan, yani bu yerda hozir qarzninki isbotlanishi cho'qim bo'lishi kerak dedi. Yani qarz bo'lish ehtimoli bor yani. Qarz bo'lib qoladi degandek ehtimol emas. Masalan, mukatab desak, mukatab bu qarz vaqtida gapirishi mumkin degan nimada. Aklanmay qarz bo'g'lab qolishi mumkin. Tamam. Asha aniq bo'lishi kerak deydi. Demak, u mukatab rasmiy qarz bo'g'ildi deyish ehtimollik bo'lsa bo'lmaydi. Cho'qim qarz bo'g'lab bo'ldi degandan keyin ondan ran qo'yish masalasi kelib chiqadi. Mutawaqqa'an yajib va alla yajib karrahna fil kitaba. Mukatabning qarziga qarta rahni qo'yish masalasida bu qarzga bo'lishi mumkin, bo'lmasligi mumkin. Yani vaqtida deganda gapirishi mumkin. Aklanmay qolsa, ondan rahni qo'yish masalasi. Va hada al-madhhab qaribun min madhhab Malik. Bu İmam Şafii'ning 3-chi sharti İmam Malikning misga yaqin keldi debdi. Diyetliler, mahalleler, kafalar. Durust. Ya kefil tapılmagan bo'lsa, uni bo'lish kerak. Bir cümlede fîmâ lâ tasah fihi kefalar. diyet qanday kepil kepil bo'lish kerak. Yani bu madiyatni akratmamizda men kepil deyish mumkin. Siz joiz bo'lish kerak. Bu yerda fuqaroning shu narsa joiz bo'lmaydi degan gapi bor. Shuni shunday deb turadi. Ya la tasah degani balki
kapolat orqali buni hal qilinmagan ahvolda deyish mumkin. Al-qawlu fi shurut ham rahning shartlari. Va amma shurutur rahni fa shurutul mantuq biha fi sharat darban. Shariatda nassan tilga olgan rahning shartlari ikki turlik deydi. Al-mantuq nima? Oyat va hadisda tilga olgan. Yani fi kavnihi rahnan fa shartan. Yani rahnini qanday olsa rahn bo'ldi deb qo'ygan shartning ikki sharti bor. Ahaduma muttafaqun alayhi bil jumla. Birinchisiga umuman hamda tafsilotda ixtilof bo'lsin, lekin umuman ittifoq kelgan masala ekan. Va muxtalafun fil jihati allati huwa biha shart. Lekin bu shart emasmi degan tarafdan ixtiloflashdi, lekin umuman unda bir shart borligini e'tirof qildi ekan. Yani qab degan masala. Yani qo'lga topshirib olish shart emasmi deganlik tarafdan talashlar qismi, lekin umuman bir narsani qo'lga olish deydigan bir shart bor. Bunda deylar muttafaqun alayhi bil jumla. Umuman ittifoq kelgan. Lekin mush shart qaysi tarafdan shart deganda ixtilof bo'lib qolgan bo'lsa-mu, lekin umuman ittifoq kelgan. U bo'lsa-mu nima? Al-qabd, ra'nini qo'lga olish shart tashun. Qo'lga topshirib olmay, men ma'ni ra'ni qo'yma, lekin buni aqlingizlik biraman deb qo'ysa, ra'ni bo'lmaydi. Qo'lga olgan bo'lish kerak. Ve thani muhtalifun fi ishtirati. İkinci şart, bu şartlikida ixtiloflashib qolgan shart. Fa ammal qabdu anda ittifoq bo'lgan shart nima? Qo'lga topshirib olish. Fattafaqu bil jumlati ala annahu shartun fi rahn. Umuman rahniningki sharti, joiz bo'lishning sharti ay rahnini murtahin qo'lga topshirib olish lozim. Liqavli ta'ala farihanum maqbuda. Mana qo'lga topshirib olgan rahna shu bo'yicha hujjatlanlar dedi. Farihanum maqbuda degan ta'alaykum rihanum maqbuda demak. Yani sizlar qo'lga topshirib olingan rahna bilan hujjatlanma mana bizlar qo'lga degan. Mesela fasiyamu 3 ayyam, yani fa'alayhi wajibun sawm 3 ayyam degan. Yani fal vacib rihanun maqbuda degan bo'ldi taqdiri. Vaqtalafu hal huwa shartu tamamin aw shart sihha. Endi olimlar mushi qo'lga topshirib olishni rahnining to'g'ri bo'lishining shartimi yoki to'g'ri bo'lib bo'lgan bu qabdi bo'lmasmi? Lekin bu to'liqlimi shartimi deganda ixtiloflashib qoldi. Va foidatul farq. Endi bu ikkisining o'rtasida farq chiqdi bo'lsa, shart tamam desak nima? Shart sihha desak nima bo'ldi farqi? وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة deganlar neydi? ما لم يقع القبض لم يلزم الرهن الراهنة. Qo'lga topshirib olmagan ahvol bo'lsa, u rahni taqa rahni bagichiga hisob bo'lib ketmaydi dedi. Rahni yo'q degan gap hozir. Va man qala shart sahha deb qolsa, ya'ni shart sahha degan ekan qabd bo'lmasa, rahn degan narsa yo'q degan bo'ldi. Endi shart tamam deganlarcha nima deb to'y yalzamu bil aqd. Qo'lga topshirib bardiki, taqa mushuni tutishdi, to'xtamlashdi. Men mashinamni rahn qo'yma, deyishni mashina akirib topshirib bermadi. Shunda to'xtamlashib, shuni deyishgan chaqda rahni bo'ldi. Lekin bu mashinani akirib bersan rahni tamom bo'ldi. Bo'lmasa tamom emas deydi. Shurutlarning mavjud bo'lishidan rahn mavjud bo'lgan. Lekin tamom sana mavjud bo'lishidan demak aqd bo'lgandan keyin rahni bo'ldi. Lekin shu to'liq bo'lish uchun mashina topshirish kerak, rahni topshirish kerak der ekan. Yalzamu bil aqd bilan to'xtalishi bilan bo'ldi, bu kuchga ega bo'lib ketdi rahni. Va yujbarur rahinu alal iqbat. Lekin rahni qo'yg'ichanda mashinani topshir deb majburlaymiz. Illa nataraxal murtahin anil mutalib. Faqat lan rahni og'uchi qanamsa rahni bamsa rahni qo'yganda mashinani mana topshiramiz deb suylash masalasida o'zi bo'shana qilib qolsa, o'zi bak jiddiy tutmaydi. Bunda qilib qolsa, u balki mayli deydi. Hatta yuflisar rahin. Unda so'mabdi, surish qilmabdi. Rahni qo'ygan topshirmamsan deb. Oxiri qanday bo'libdi? Rahni qo'yg'ichi u mashinasidan ayrilib, bu narsani hech nima yo'q qildi. Endi bo'ladi. Aw yamrada aw yamut, ya og'rib qolib o'lib ketdi. Undan keyin bu rahni ba bo'ldi deymiz. Ba bo'ldi. Lekin bu topshirib bo'lmagan buni deb qo'yganmiz. Rahni hisob.
فذهب مالك إلى أنه من شروط التمام. Bundan İmam Malik mu şurut tamam digeldiğinken. وذهب أبو حنيفة والشافعي. Yani İmam Ahmed billah yani cumhur yana ve ahlul zahir. Zahiri de mu billah mesela. İla أنه من شروط الصحة. Bu şart sıhha. Yani qabd diyen nas bulmasa ran diyen nas bulmaydı. Ella kapray, at biray ran nesi bulmaydı. وأمدت مالكا قياس الرهن على سائر العقود اللازمة بالقول. İmam Malik rana sözülen tutulan toxtamlığa oxşaşlap qarab. Sözülen tutulan toxtamlar, mesela nikah olsun, başka nurgun nimalar, soğudumu mesela. Barman pulu alamlar verdim, sattım ise soğu tamam buldu mu? Pulusunu veriş almıştır, ondan kız bulduğunlar. Toynamazsan nikah alıp aldım ise hesap oldu. Toynamın kim bir vası buldu dedi. Şunu kıyas tuttu. وعمدة الغير يعني عمدة الجمهور قوله تعالى فرهان مقبوضة yani kolu tapşırıp bagen rahne kılıp bir taraf kılınlar da buyurdu Allah Teala. Ve kâle bazı ahl-i zahir. Hem de Cumhur'la İmam Malik'ten delili oturup çıktı. İmam Malik'ten kıyasken Cumhur'unki nas mana. Yani zahirildin bazı dapto la yecuz rahne illa en yekune hunalike katibun ila alla yekuna hunalike katibun. Seninki la diyen bağ mı? Yok. Bir nüskada bağ mı? Buluş gerek yani. Yok. He. Hüccetlep yazıdığan kütükçe yok ahvalda andın rani caiz. Hüccetlep koyaş mümkün çağda rani koyaş yazılmaz. Bu nima? Bazı ahli zahir mı? Bir kısmı, zahirinin bir kısmı. Cumhurdan iki nazır Firahan'ın makbule diyen bu açık şurutu sıhhanınki delili bu da. Çünkü Cumhurlar bunu da kolgamaya durup şikayet olup bulduğu. Ya İmam Malik dedi. Cumhur kolga tapşırıp asan da rahını buldu dedi. Şimdi bu zahirinin bir kısmı ayette وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٍ مَقْبُودًا diyen makbuda diyen sözünü size şart sah dediniz. Hem de وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا diyen şart sahdan. Anda وَاِنْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ diyen onu şart sahdan. Da hem ne şart sahkılan yani. أَلَّا يَكُونَ هُنَالِكَ كَاتِبًا. Yani şu rani koyduğun orunda hüccetleş mümkün bulmağında demek için şart. Yazıp hüccetle koygan bir adam bulmagan ahvalda andın rani arkalı hüccetleşke kadam basmayız. Yazıp hüccetleş mümkün bulurken raniga kadam basmayız. Mana li qawlihi ta'ala ve lem tecidu katiban farihanun makbuda ve la yucawwizu ahlu zahiri en yuda'a rahnu ala yedey adlin. Hem de qabdı meselesiga çetişmiş. Manda qildik ama cumhur ulamalar bir tarafta zahirinin bir kısmı ahl zahir bir tarafta ekan. Bu da mashinani rani qo'ymoqchi hozir. Yani mashinani shu qazigisning qo'liga topshirmayman. Bu ishni meni o'ynab mijiqni chiqaryapmiz. Men buni ishonmayman. Men mashinani rani qo'yay. Lekin bu rani men falan damullamning falan qarimning qo'li tursa ishonchlik mana bu odam obdan saqlaydi. Agar men qazini to'layamsam mana mashinani ashirami basım tajikiski. Agar tulab o'qiysam mashinani topshirib qolay. Ishonchlik kishi tursin. Deb shuni bir shaxsning qo'lida saqlashga ba'sa degan gapda jumhur ulamolar mayli ishonchlik odam bo'lsa bo'ldi debdi. Lekin zahiri uchun ya bu ishonchli odamning qo'liga topshirishga bo'lmaydi. Cho'qim başı murtahinning qo'lida bo'lishi kerak bu. Shunga farihan maqbuda degani avla maqbuda fi yedil murtahin deb tushun. Mavla maqbuda sawa fi yedil murtahin aw fi yed adlin demakchi. Ve inde Malik'in yani İmam Malik, İmam Malik, Ebu Hanife, İmam Ahmed, Cumhur enne min şart sıhhat rahn istidametul qabd. Rahның yani bir say bo'lishinin yani bir şartı qo'lida izsiz davomlashi lozim. Mashina bir hafta qo'yib qachida xo'tan ko'rib kelolay ya mashinada qachida qo'ldan iliblam akitib qolsa o rahna yani maqbul degan shart o'zi chiqmaydi. Cho'qim boshqa murtahinning qo'lida izsiz turishi lozim. Va ana mata aada ila yadir rahimana qachida
ran qo'ygan narsani ran qo'yg'ichi qo'lga olib qolsalar bi'idil murtahin mana shu ranga og'uchining ijozati bilan qo'lga topshirib olsin oriyat berib turay ishlatib olsalar degan tariqa ya omonat bo'ldi musulmonga ran qo'ygan narsani omonat tursin man qarab bo'lolmaydi ekanman bu qo'lga omonat deb turib qolsa uran cho'ldi degan gap aslida أو غير ذلك فقد خرج من اللزوم أنا لزومdan chiqib qoldi yani bu kishiga emas degan bo'lish kerak hozir وقال الشافعي ليس استدامة القبض من شرط الصحة mana u qo'lda izchil turish shart sahha emas balki ham uni achkitib bilan asirib qo'ysin bo'ldi demak agar mahmud shart sahha deb qolsa uyning chivg'itda bersa uyning so'lti bo'ldi u yani avchi chivg'itni oldi uyni ololmaydi degan shu shivarma hozir maqbuda ha rani qo'ygan narsa nima shivar maqbuda bo'lsin فمالك عمم الشرط على ظاهره imom malik ya'ni imom malik bilan jumhur mishada shu shartni zohiriga oladi maqbuda degani qo'l bo'lish kerak degan gap bor davomli qo'lda degan gap bor zohiri فألزم من قوله تعالى فرهان مقبوضة وجود القبض واستدامة demak mana maqbuda degandan ish qabdning bo'lishi ham davomlashishini lozim tutdi والشافعي يقول إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد qo'lga topshirib oldimi bir qatam rahni to'g'ri bo'lib tamom bo'lgan bo'ldi ولا يحل ذلك إعارته u bir qatam bog'langan tamom bo'lgan rahni berib turish bilan mana ishib turgan akappagan deyish bilan buzolmaydi debdi ولا غير ذلك من التصرف فيه bunun boshqa tasarruflarni buzolmaydi kal hal filbe xuddi so'sat bo'lgandek so'dan bir narsa setib bo'ldi ama setib bo'lgandan keyin uni bizga oriyat verib turish shundan so'ng so'd buzib ketmaydi dedi وقد كان الأولى بمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة ما إمام الدرشنينكي ترجيح جمهورның qarashini tarjih qiladi ya'ni imom Shafiy qabdni shart qilgan tamam lekin qabdni shart qilgan odam istidamatul qabdni shart qilish kerak dedi shu izchil qo'ldan chiqarmay tutib turishni shart qilish kerak dedi lekin bu yerda unda demadi deb imom Shafiyning mazhabini tanqid يعني كان الأولى بالشافعي أن يشترط الاستدامة كما اشترط القبض ماشي ومن لم يشترطه في الصحة ألا يشترط الاستدامة شيء بلشن قبضنا شرط قمغالله استدامة شرط قمس كركته بو كمجة قطة تنقتازر إمام مالك نقطة ومن لم يشترط في الصحة يعني شرط تمام ده شرط صحة ده بيجانت إمام مالك إمام مالك shart sihha uchun qabd shart emas degan bo'lgan ekan aslida istidoma shart emas deyish kerak edi. Niyada istidoma shart deb turibdi. Hozir Imom Malik bilan Imom Shafiyni tanqidida bizning Imom Abu Hanifa bilan Imom Ahmad saqchi ketdi. Tanqiddan qali. Demak shuni rajih demakchi. Hozir bir tutash bunda nuqlar. Ya'ni sen oyat degan gapingga mas'uldan gapirsan o'tadi. واختلفوا في الحضر عند سفر أمس مقيم تروتقان حالتا ران قويش مسلسل فذهب الجمهور إلى جوازه كبشك عالمنا مقيم تروتقان حالتا ران قويش بلدو دب قرده يعني توت مذهب إمامدرم مشان شده وقال أهل الظاهر ومجاهد أهل الظاهر لن مجاهد تابعي ابن عباس رضي الله عنه شاگرده مفسر بما لا يجوز في الحضر يقبو مقيم تروتقان سفر قمغان أهوالدا جائز olmaydı. ران قويش diyen nas yok. Bu raniye seferdiler. Çünkü ayetinin zahire şunu bildirdi ona. Lidahir kavli Teala ve in kuntum ala seferin seferde bolsanlar yani ki seferde bolsanlar rani koydu. Ferihanun makbuda. Felvacib rihanun makbuda. Lekin hadar da olsa onda gap yok. وتمسك الجمهور بما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم راهن في الحضر yani köpçülük alimler, kötü mezhep imamları bular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mukim haleti sefer kılmagan ahvalda rani koyganlık vakasını delil kıldı. Yani muttefakun aleyhi hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahana dir'ahu inde Yahudiyen Medine'de boğaç bu, sefer demez. Yahudi'den nime setuağan? Nisi arp setuağan. Bir tıllağı nisi arp setuağan. Yani 30 saat arp setuağan. Ta'am-ı şair de mükâgen Hazreti Enes'in rivayetinde. Lakin bu muttefakun aleyhi. Yani Resulullah'ın o şişe hadarda buldu mu, seferdi mi o? Hadarda boğan diken. Ondan ki bu
Safar degan gap oyatda xaraja maxrajal g'olib. Chunki ko'pincha ahvolda safarda bo'lib qolsanlar, yozilgan hujjatlar, qog'oz qalam, u yozilgan babi adam topilmaydi. Yoki adliyani topilmaydi. Shunami? Guvohni topilmaydi, safar deganda adam oz. Navoikin shu ra'nil hujjatlar qo'yanlar, degan gap ko'pincha ahvolda safarda shunda bo'lganlikdan xaraja maxrajal g'olib. Buda la taklar ba da'afan mudafa deganda. Yani o az olsa insan bulmaydı. Lekin cezan degan ko'pincha adam mudafiga aylanib qolgan narsa bo'lgan. Wal qawl fi istinbat man' ar-rahn fi al-hadari min al-ayati huwa min bab dalil khitab. Mana oyatda va in kuntum ala safarin dedi. Safar uslub bo'lsanglar degan gap, endi hadarda bo'lib qolsanglar rahnasan bo'lmaydi degan gap mu emasmi degan mushunda nuqulni hadarda bo'lmaydi deyish iborat dalil khitab. Mantuq emas demenin hükmüne oturup ibaret. Yani mefhumul muhalafa mı? Bu delil mi? Kanda delil muhtelafun fihi. Yani usul fıkıda delil khitab. Yani muhtelafun fihi aciz orun tutulan deliller. Yani cumhurun hatta şu haraca mahracı galip dedi. وأما الشرط المحرم الممنوع بالنص فهو أن يرهن الرجل رهنا على أنه إن جاء بحق عند جلي وإلا فالرهن له. عند الممنوع بالنص أين من ده بتشبكاسا haram şart oldu derken. Rahn qilgan chog'da bunda to'xtamlashib qolsa bu haram shart bo'lgan. Bundan yana shu oyat bilan hadis bilan nima ishlaydi? O'shada hadisni ko'rsatish kerak. Dalillar. Nas dalil bilan cheklangan shart bo'lsa, harom qilgan shart bo'lsa, nima bo'lsa, birani qo'yib, tushgan vaqtida qazni akapirib qolsa, rahn qo'ygan narsa qaytarildi. Agar akapirmay qolsam, bo'ldimi, rahn senda qoladi. Qazmay yeb ketgan bo'ldim bunda. Tugashdi, mana shart ishib qolsa, bu harom bo'ldi. Xitoyda shunday qilibdi, guruhxonliklar. Şöyle bulgan, biraz bulgan şöyle to'shqan. Yo'q, hozir endi ajrin to'shqan setish masalasi mana. Shartlashib qolsa harom bo'ldi dedi. Bu shartlashimiz-chu, ha? Shartlashmayda qo'yib qo'ydi. Qachonga saqlaydi buni? Masalan, bir oydan keyin qayta gapirma deb mashinani qo'yib ketdi. Bir oy to'shdi, 2 oy to'shdi, 3 oy to'shdi. Qanday qiladi? Garchi mashinani unda bilan setib ish tugida deb kasbini to'lamas. Bulanamdi yoki qanday qildi bo'lsa, balki endi qozixona borib, bir oy ilgiraman o'qiga. Ekamda endi mashinamda bor. Mashina minib olamdi, qanday qildi bo'lsa, balki qozixona mashinani setib, uni qazini berib, ashqinni qozixona tutib qo'yishi mumkin. Kep qasani bermadi. Masalan, dalillardan birini hukmi zarar qilgan, undan bo'lgan bir shartni bor deb. Nimaga? Nassan isbotlangan debdi. Lekin bu nassan nima endi ko'rib baqsak. Fattafaqu ala anna hada ash-shartu yujibu al-fasq. Bunda shartni qilib qolsa, bu chog'da ramni buzitish lozim dedi. Chunki bu shartning batil bo'ldi. Va annahu ma'na qawli sallallohu alayhi vasallam la yaghlaqu ar-rahnu. Mana nas degani o'sha ekan. La yaghlaqu ar-rahnu. Yani hadisde kelishicha la yaghlaqu ar-rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu ghunmuhu wa alayhi ghurmu. Yani Şafi'i bilan Darqutni rivoyat etgan bunu. Yani la yaghlaqu ar-rahnu degan bu rana ayraniga abtuqadimning bo'lib ketmaydi. Bu bunda turdi. Bunda amanda shaklda turdi. Ana keyin uni boshqa taraf qilmaydi. Qanda bir taraf qilishni keyingi bobdan anglaysiz. Siz satmasizmi? Mesela qanda bir taraf qildi. Bir oy dedi. Bir oygacha gapirmadi. Mashinani qo'yib ketdi. Bir oydan keyin kamidi yo'q qilib ketdi. Qanday qilaman? Pulimni foydalanmadan jilolab bunda o'tdim. Ana qo'llangan mashina bor. Mashinani setib bilan pulimni tijoratini boshlatdimmi? Qanday qilaman? Buni chora lozim. Ya qozixona qilamdimi? Bunu çokum bir çağrı deydi. Ahkam da deydi bunu. Vallahu a'lemu. Subhanakallah. La ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.